Hamma salom do'stlar. Sizlar bilan men Alexman. Bugungi videoda biza Mo'yqatchi hayoti 3-qismini olamiz. Sizlar ham zerikib ketgan bo'lsanglar kerak. Mana 3-qismini olmayotganimga, faqat boshqa narsa olganimga, boshqacha videolar olganimga zerikib ketgan bo'lsanglar kerak. Shuning uchun 3-qismini chiqarishga qaror qildim. Men nega chiqarmayapman? Buni sababini videoni oxiri bitaman desam esimdan chiqib qoladi. Shuning uchun anaqa menda hozir aytdim. Men Karparkingdan ketgandim. Keyin yana keldim. Xullas, gap ko'paytirmaymiz. Bugungi videoda biza ustachi hayotini 3-qismini olamiz. Men Jiglicham bor-ku, o'shani sotib, o'rniga yangi nima desa bo'ladi, yangi shunaqa mashina oldim. Nomini bilmayman, nomini aytishmadi menga. Mana unaqa joyga T deb qo'yibdi kimdir, qisqartirib. Menga ham aytishmadi shuni. O'tgan safar taksi qilib anaqalarni sotib oldik-a. Nimaga joyladi? Yurgan masofasi bo'ladi. Bunachilar qizilni kutib o'tiramiz. Yashil yondi bo'ldi, yurishimiz kerak, to'g'rimi? To'g'ri. U anaqa ekan, o'sha boshqa narsa ekan. Endi boshlan. Dron olgandim. Men o'zi har doim mashinamda yuradi dronim. Xolasani bosmabman. Endi bosilgan, ketdik yana. Biz oldingi 2-qismda mayli, o'tib turamiz. Namatlarni sotib oldik. O'sha yer bizaniki edi. Qo'yamiz mashinaga. Buni men moligini berishim kerak. Bir tiyin pul yo'q. Ishlab, pul topib, ishlarim moligini beraman. Hoppa, bo'ldi. Sovet tursin mashina. Qo'shilmaydi, kim tegadi? Ko'rsizlar. Kapotini ham ochib bo'ladi. Bagajini ham ochib bo'ladi. Bo'ldi. Men sizlarga videoda oldin aytganman, yashil narsa pul deganman, bilasizlar. O'sha pulni nima edi? Bu Karparkingda o'zi mana shunaqa yashil pul yog'ish kerak edi. Men sizlarga oldin ham aytganman, yana bilmadim. Men odamlarni qo'shitishni yoqtirmayman deganman, yoki yomon ko'raman deganman. Ishchilarim mana bitta odamlar ko'p ekan. Hormanglar. Xo'jayin, oylagimizni qachon berasiz? Qachon berasiz? Bo'ldi, vahima qilmanglar. Men bugun hozir ishlab kelaman. Keyin oyliginglarni to'layman. Tushundinglar? Nechta pul berishim kerak? Где-то 1 million berishingiz kerak, 1 million. $100 короче. Ishidan qilib turinglar, hozir kelaman. Mashinamiz bitta edi. Kasada qancha chiqibdi?
Kassadan nechi pul chiqdi? Qancha chiqdi osongacha? Bir nechi pul desam bo'ladi? Mana 5 millionga bir 10 ming so'm yetmayapti. 10 ming so'm. 10 ming? Ha, 10 ming so'm yetmayapti. Kassaga pul bering. $100. Kamera bor bir sel. Bilasizlar-ya? Ha, bilamiz. May. Kassaga. Qaytarib turishim kerak, chunki o'tgan safar bir 5 millionga ozgina yetmayapti dedi-ku. O'shanga undan oldin o'tgan safar bir qancha pul olibdi-da. Ishlarim yetib qoldi boshqalar. Voy. Qanday to'g'rilab turamiz. Tez. Bo'ldi xo'jayin. Bo'pti. Xo'sh, biz o'tib bo'ladi. O'zimizdan qaraymiz. Hoppa, kakis kelishimga yashil. Mayli, qo'rqmaymiz. Yetdimi? Kelishimga yashil. Hoppa. Xo'sh, qaylamiz. Hoppa. Shunaqa shalanaqa nima desa bo'ladi? Detskiylimiz qoldi. Ana odam uchun o'tkazadi bular. Mana shu doskaga razvorat qilib qo'yamiz. Voy brat. O'bishyo'mi? Bor ukan bu yoqda. Yo'q, tez gapiring, ish kerak, men ish olaman. Qoruvchi yoningga o'tirganlarni olasan-da, o'zlar qochib ko'rsatadi. O'shdan olib o'shdan qochib o'tasiz. Shundaymi? Qo'yla. Chicken. Bo'ldi. Lag'izga ko'rsatib berdi. Qattiqgina endi bo'ladi. Mana shu. Shu. Işte bir tane falan sonrası. Alamaz. Şimdi alıyorum. Uzunla kurtaralım. Kopyuru veren kurtaralım size o zaman. Kalingin nasa koyalım, diba?
qanaqa tug'dirdi? Bilmaysan. Shuni har xil qo'yapti hammasini. Ham berishlar. Bitta şey bo'ldi. Bittimi? Og'ir narsa ekan. Shuning uchun sekin yuribdi. Şobrachilar mashinaga o'tiramiz. Endi mashinadan tushadi. Yine gittik bir yerden bakayım. Şu benim boşa. Çıkıp mesela. Anca belirtme. İşçilerim oylagan beri olsa. O zaman şimdi 10 milyon beri olsa koyar kullanım lekin. Hatta 5 milyon bersem kodda yaptı. Katya hoş geldin bunu. Ben belirledik. Bir şey öğrendim. Şöyle. İyi. Yorumlardan arkamız. İyi. Tamam. Bir adam da kırakyanızı. Bir adam da ay, o branşların maaşından yapıyor. Yeah. Kanal takımımıza geliyorum. Drone çamurları kureli. Kaç? Mehmet Egen ki? Ben maaşını farklı kılayım. O zaman bakıcı bir var. Bakıcı taşıp geliyor. Hoş olan size teşekkür kayıt olmaz. İşte iyi. Bazı ayında etkilerle telefon alırız. Bazı takımlarla. Takımlarla bu ülkeye bozardık. Ülkenin kakamaktı. Devletinin kaylamış. Devletinin kaylamış. İşte de yıkayımız bret. Şu bret çok kokutlu. Kim öyle tuttu ama? İşte İplamam. Nasıl? Oldu. Şimdi önce ocağımız. Koşuyoruz. Yeni gideriz. Pazarlık yapalım. Pazarlık yapalım. Bakalım. Oy. Küçük olduk. Şimdi evet. Ne kadar iyi. Telefonla başkaramam. Bu arada. Böyle oldu. Şimdi kullanalım.
Bundoq qilib hammaga xayr, sizlar bilan Alex bo'ldi. Ustachi hayoti 3-qismini oldik. Sizlarni ko'ngillarni ko'tarish uchun hammasi sizlar uchun xayr.